24 kobukimiz bor ekan akalar, mexanika. 12 ming yurgan, rangi oq, qalb rangida. Kraskasi top-toza ekan. 12 ming 600 dollar kami bor akalar. Kelinglar, mashina hozirgina bozorimizga kirib keldi. Texnik holati mashinani o'ta go'zal. Maza qilib minasiz. 2021 kobukimiz bor ekan. 2021 kobuk. Mexanika 97 ming yurgan, rangi oq, qalb rangdan. Kraskasi top-toza, pakalina propanlari qo'yilgan. 10.400 dollar narx aytilyapti. Oldindan bir 4.000-5.000 dollar puli boriga nasha savdoga beriladi. 2020 kobukimiz bor ekan akalar, 2 mexanika, 35 ming yurgan, rangi oq, qalb rangdan. Kraskasi toza, gazlari bor metani. 11 ming dollar naqd pul aytilyapti. Oldindan bir 4.000-5.000 dollar puli boriga nasha savdoga beriladi. 2020 kobukimiz bor, mexanika, 45 ming yurgan, rangi oq toza, propan gazi bilan. Narxi 10.800 dollar. Polni navrot qilingan mashinani. Oldindan bir 5.000-6.000 puli borga nasiya savdoga beriladi. Sababi bunga to'liq navrotga ancha pul sarf qilgan. Ko'rgan odam yaxshi ko'rib qoladi. 2023 Gentramiz bor ekan, avtomat korobka, elegant Pelios. Hamma narsasi bor akalar. 18 ming kilometr yurgan, rangi oppoq, qalb rangda. Kraskasi top-toza. Kelinglar akalar, 14.400 dollar naqd pulga savdo qilinadi. Matsimiz bor ekan, 89 yevro, lyuks konditsioner. 2016-yil yurgani 136 ming probeg, rangi mokri. Kraskasi top-toza. Yangi yumshoq balonlarda qo'yib qo'ygan akalar. Narxi 5.000 dollar kami bor. Oldindan bir 2.000 puli borga nasha savdoga beriladi. Egasi radio yozulimizda, kelinglar. Issiqni kofelarni ichib o'tiribdi egasi. Kelib bir gaplashinglar. Kim mashinamni olsa kofe olib beraman deyapti.